Mana toklarni kuzgi kesish jarayonlari xudo xohlasa boshlandi. Mana bu kuzgi kesish jarayonlarida bitta oltariq stilda bitta ko'proq qo'yaverasizlar. Chunki bahorda bitta ikkita kaltaklari yana olib tashlanadi bulardan. Chunki sababi sovuq qanaqa keladi, qanaqa emas. O'shaning uchun bitta yarimta kaltakni ortiqcha qo'yaveramiz. Kesamiz. Mana bunda kesayotganingizda mana shu pindiklarni urib qo'ymaysiz, iloji boricha mana bunday taglab kesmaysiz. Bunda kesib qo'ysangiz, mana bunday pindiklarni urib qo'ysangiz, yildan keyinga nimasini ko'kini chiqarmay qo'yish mumkin. Shuning uchun ana ular bu taydan agar mabodo kaltak pastroq pishib qolgan bo'lsa, bir 3 pindik, 2 pindik bo'lsa ham qo'yinglar. Buni zang yoqqa cho'zilib ketishi mumkin. Mana ko'rdingiz, bu yaxshi pishmagan, o'shaning uchun metdan zashda qoldirdik kelajak avlodga. Yildan keyinga masjid o'zi ochilib qolmasdan zang uzoqqa cho'zilib ketib qolmaydi. Pindiklarga ehtiyot bo'lib 7-8 pindikgacha qo'yaveramiz holatini. Mana shu o'tgan yilgi qo'yilgan zanglarimiz qarang, mana shu borinki pasti 1,5 metrga qo'yilgan. Kaltak surish jarayonlari yaxshi bo'ladi. Mana oltariq kesish stilini o'rgatyapmiz. Mana yana mabodo zaruriyat bo'ladigan bo'lsa, boshqa nimalarimizni ham mana shu oltariq kesish stilini bemalol murojaat qilsalaring o'rgataveramiz. Kuzgi kesish jarayonlari bu bahorga emas ama. Chunki bitta yarimta kuzgi kaltak jicha ko'p qo'yiladi. Yana bir bor aytyapman, kuzgi kaltak bitta kaltak ortiqcha qo'yiladi. Chunki bu ob-havo qanaqa keladi, qanaqa emas, o'shaning uchun oltariq stili ikkita kuzgini ko'proq kaltak qo'yamiz. Mana ko'rdingizlar, kesishlar. Mana shunga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pindik qo'ydik bunga. Ko'ryapsizmi, ingichkaroq bo'lsa, kamroq pindikni kamaytiramiz. Bitta ortiqcha qo'yilyapti kaltaklar, chunki kuzgi kesish bu ama. Bahorgisi emas. Bahorda yana bitta yarimta orasidan olamiz bularni. Mana hozir ko'rsatdik, oltariq uslubida kesishdi. Mana yana bemalol nima murojaat qilishlaring mumkin. Mana shunaqa stilda o'rgataveramiz. Har qancha bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Mana shunday qilib kesasizlar, mana shu holatiga qarab. Bir 2 ta, 3 ta kaltak ortiqcha qo'yaverasizlar. Kuzgi kaltaklarda ko'proq qo'yganimiz bahorda bog'lanayotganda iplarda. Bitta yarimtasini olib tashaverasizlar. Chunki qishlardan xudo xohlasa bular sog'lom uzumlar bemalol chiqadi. Endi ob-havo sharoitini bilib bo'lmaydi. Mana shunday stilda kesaverasizlar. Mana iloji boricha zang qilib olib boraverasizlar shag'larga. Rahmat. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.